Ko'pchilik egalarimiz so'ragan 7 ot kuchli original Texas motoblogimiz yetib keldi. Hozirda sizlarga buni qisqacha ma'lumotlarini berib o'tamiz. Sizlar ma'lumotlarini boshladik. Xo'p, ma'lumotlari motorlari 170 motor bilan jihozlangan. E'tibor berasizlar, motorlarda moydachiklarigacha ham qo'yildirib kelingan. Yoqilg'i to'ri benzin baklari 3 litrli qilib ishlangan bo'ladi. Filtrlari ham maslinli filtr bo'ladi. Yurg'ish joylari zavodning orqali yarim tortgan yillarda zavod olib juda ham sifatli ishlab beradi. Rullari o'ziga moslanib, skorlari oldiga 2 tadan, orqaga 1 tadan skorlari bor. Ballonlar razmeri esa 410, enlari 60-70 agatga moslasa bo'ladi. Frezalari 4 qatordan 8 qator freza, 60-70 har bir qatori bo'linadi. 60-70 agatlariga tushadi. Arkasida turgan selka. Bu selkalarni qo'shimcha agregat sifatida xarid qilib olishlaring mumkin. Agar xohlasanglar bu yoqda universalli bo'lgan pluglarimiz, bir stoykali pluglarimiz xarid qilib olishlaring mumkin. Agatlarimiz ham bor. Xohlaganlar uchun. Agar xuddi shunday mana karshika patillar, universal pluglar, agatlar, mana bunaqa uchunlar agatlardan kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Nalichida bor akalar, xohlaganlar uchun. Endi Agroservis do'konidan motoblogni xarid qilganingiz uchun просто aka sizga shunday sovg'a beramiz. Xo'p, motoblogni xarid qilib olasiz. 7, 17, 18, 19 necha ot kuchli bo'lishidan qat'iy nazar. Mana bu omadli baravarimizni bitta aylantirasiz. Xohlasangiz o'ng tomonga, xohlasangiz chap tomonga. Mana shu yerdan mana shu yerda turgan dora seçilgan apparat, shurpayor, kulishnabor, drill, bolgarka, nimaiki tutsa shuni tekinga sizga berib yuboriladi. Bu bonusni olish sharti shundaki, shu videoni shu joygacha ko'rib o'tirib, bitta like bosib, kommentariyaga kirib omad so'zini yozib qo'ysangiz kifoya. Agarda kim xuddi shu komplektatsiyani sotmoqchi bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishinglar mumkin. Jonlaring sog' bo'lsin, keyingi videolarda ko'rishguncha. Manzar Farg'ona shahar avval qishlog'i Agroservis do'koni.